Assalomu alaykum, hurmatli oyijonlarimiz, adajonlarimiz. Bugun sizlar bilan eng ko'p kelgan savollardan yana biri bolani boshlanadigan 30 kunligi haqida gaplashamiz. Xo'p, bu bir oyligida qanaqa xatolarni qilamiz, qanaqa xatolarni qilishni oldini olsak bo'ladi. O'zim shaxsan ona bo'lganimda birinchi farzandimni dunyoga keltirganimda qanaqa xatolar qilganman. Mana shu haqida gaplashamiz. Xo'p, bugun keladigan bo'lsak, bolani 3 kunligidan keyin roddomdan chiqdik uyga. Butun bir qasr-qusurlar bilan o'zbekchalar uyimiz bor-da, qasr-qusurlar bilan, mehmondorchiliklar bilan kutib olishadi. Lekin ko'pchilik bilishadi, bolaga, onaga dam kerak, tug'ruqdan keyin onani tiklanib olish vaqti bo'ladi. Bolaga har xil infeksiyalar, gripp, virus tashqi muhitda uchib yuradigan yuqishi mumkin. Shuni ehtimolini olgan holatda tinchlikda bolani uyga olib kelishinglarni maslahat berardim. Chunki asosan mana shu marosimlardan keyin boladagi virusni, bakterial protsesslar o'zi xohlamagan holatda ko'payib ketishi mumkin. Ikkinchi holatimizda bola keldi. Qo'shimcha ovqatsiz faqat ko'krak, ona suti bilan katta bo'lyapti. Xo'p, ona suti ko'p onalarimiz aytishadi, "Men sutim kam" deb aytishadi. Siz qayerdan bilyapsiz desam, bolam emgandan keyin yana yig'layapti. Yig'lash tabiiy holat. Bola ko'p emishi, bola ko'p emishni xohlashi ham tabiiy holat. Bitta masala qoladi, siz ya'ni oyijonlarimizni o'zimizdagi sutni ko'paytirish. Bu uchun nima qilish kerak? Hech qanaqa tabletka yo'q, hech qanaqa sehrli bir narsa yo'qki, sizni sutingizni ko'paytiradigan. Bu tabiiy Xudo tomonidan bizga berilgan, bola uchun berilgan ne'mat hisoblanadi. Uni ichida bolani oshqozon faoliyati uchun, o'sishi, rivojlanishi, immunitet uchun har bir narsa bor. Xuddi biz go'sht yeganimiz oqsil bo'lgan kabi, bolada ham oddiy sut xuddi shunaqa singadi. Bu uchun siz qancha ko'p bolani emizsangiz, shuncha sut yaxshi keladi. Agarda issiq dush qabul qilsangiz, bizga qaraganda, bizda masalan kun davomida 3 marta ovqat yesak, siz kun davomida 5-6 mahal kam tez ovqat yeyishga majbursiz. Ko'pchilik buvijonlarimiz, asosan buvijonlarimiz aytishadi, yangi tug'ilgan kelin, meni ham qabulimga kelishadi, qaynonalari bilan kelishadi. Kelinim bir nima yeganda, shuning uchun qorni og'riyapti. Kelinim bir nima yeganda, bola qayt qilyapti. Bolada kolika bo'lishi, bolada yig'i bo'lishi, bolani qayt qilishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Hech qaysi vrach 3 oylik bolani shu shikoyatlar bilan olib borganinglarda bir dunyo dori-davo yozib bermaydi. Chunki bu tabiiy holat. Biz tabiiy holatda oldini ola olmaymiz. Shunchaki bu jarayonni yaxshilab beramiz. Ya'ni bu 3 ta shikoyatga, bu jonlarning 3 ta shikoyatiga onadagi bironta bir ovqat yeb qo'ygani hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bemalol nima xohlasanglar yesanglar bo'ladi. Lekin nima yegan taqdirda ham sekin-sekin, kam bolani holatini hisobga olib, allergiyaga moyilligi bormi? Bu narsadan keyin ichak mikroflorasi yaxshi o'rganyaptimi? Bundan keyin bemalol yesanglar bo'ladi. Asosan shu narsa yemaslik, faqat sho'rva bilan, asosan shu 40 kunlikgacha yangi tuqqan onani sho'rva bilan boqish asosan bizning millatimizda bor-da, boshqa davlatlarda hech qaysida ko'rmaganmiz, kuzatmaganmiz. Bemalol nima xohlasa yeyaveradi, lekin ular ham biladi, sekin-sekin, kam. Mana shu narsani oyijonlar o'ziga agarda kundalik yozib qo'yadigan bo'lsa, u juda ham yaxshi holat hisoblanadi. Xo'p, keyingi holatimiz va xatomiz deylik, bolani cho'miltirish. Men o'zim qilgan xato, shaxsan o'zim qilgan xatoyim birinchi farzandim tug'ilganda cho'miltirish bilan bog'liq xato qilganman. Yo'q, bu xatoni men farzandim 2 yosh bo'lguncha o'sha bir marta qilgan xatoyimni nima deydi? Davomini olib keldim. Farzandim 2 yosh bo'lguncha mana shu narsa bilan kurashdim. Ya'ni bolaga suvni o'rgatish. O'zi bola suvda yotgan, suv juda ham yaxshi ko'radi. 9 oy ichida bola suvda bo'lganda, biz noto'g'ri qildik. Qaynonam bilan, oyijon bilan, birinchi nevara oyijonda ham bolalari katta bo'lib ketgan, qanaqa qilib o'sgani baribir eslarida yo'q, menda baribir cho'miltirish, vrach bo'lsam birinchi holat bo'lyapti. Biz cho'miltirishni bolamni, qizimni tepadan, bosh qismidan boshladik. Chirillab yig'ladi. To'g'ri anaqa qilgan, yig'lagan.
Chunki keyinchalik ikkinchi cho'miltirishimizda sal unga qaraganda sekinu oyog'igacha. To'pig'idan, keyin tizzasigacha, beligacha, keyin sekin-sekin oyog'idan boshlab tepaga kuzatib anaqa qilib borganmiz. O'shanda yaxshi qabul qilgan, lekin baribir suvdan qo'rqish holati mani bolamda 2 yoshgacha qolib ketib, har doim cho'miltirganimda yig'i-sig'i, baqir-chaqir bilan cho'milganmiz. Ikkinchi farzandimda esa bu xatoyimni to'g'ri tushunib, xuddi hozirgi sizlarga aytgan ko'rsatkichlar bo'yicha to'g'ri qilganman va ikkinchi bolam judayam suvni yaxshi ko'radi. Hech qanaqasiga suvdan chiqara olmaymiz. Bu mani vrach sifatida, ona sifatida qilgan xatoyim va bu xatoni sizlar ham qilishinglarni xohlamagan holatda bu xato bilan ham sizlar bilan bo'lishdim. Bolani judayam ko'p cho'miltirish kerak. Har bitta bolani har kuni bir marta bo'lsa ham ko'pchilik o'ylaydi, voy cho'miltirgandan keyin bolam kasal bo'lib qoladi. Yo'q, cho'miltirganingizda bolangiz kasal bo'lmaydi. Cho'miltirganingizdan keyin bolani quritish jarayonida siz bolani shamollatib qo'yishingiz mumkin, lekin suv bolani kasal qilmaydi. Suv bolani chiniqtiradi. Bizda cho'miltirish deganda shampunlab yoki sovunlab cho'miltirish tushuniladi. Yo'q, ustidan romashkalik yoki cheredalik suvni bitta qo'yib yuborsangiz ham mana shu cho'miltirish hisoblanadi. Terimizda nafas oladi. Bolani o'pkasi tug'ilgandan keyin ishlagan. Shu paytgacha bola teri orqali nafas olgan. Teri qanchalik yangilansa, bola shunchalik tez ves oladi, o'ziga keladi, kolikalar bo'lmaydi. Siz shu usulni ham bir marta qo'llab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingisi asosan kindik tushgandan keyin cho'miltiriladi. Yo'q, kindik tushguncha ham cho'miltirsanglar bo'ladi. Agarda sizlarda ham farzandinglar haqida har bitta 1 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan muddatda fiziologik va patologik o'zgarishlarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Men bu haqida har bir uchun alohida video olib joylaganman. Kuzatib borishni davom eting.